سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlaridan o'tgan darsimizda Toifga borganlarini aytgan edik. Bugun Toifdan qaytishlarini aytamiz inshaalloh. Va bu yerda ikkita nuqtada to'xtalamiz. Va bulardan Alloh qodir qilganicha ba'zi bir foydalarga to'xtalamiz. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qiladiki, bir kuni Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki: "Ya Rasululloh, siz shu Uhud kunidan-da og'irroq biron kun boshingizga kelganmi?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ha" dedi. "Meni qavming chiqarib yuborganda, ya'ni Makkadan, o'zimni Toif qabilasiga borib, bu Abdiyalilning bolalariga o'zimni taklif qildim" dedi. Ya'ni meni qabul qilinglar, menga joy beringlar dedim dedi. Ular mening da'vatimni qabul qilmadi dedi. Shunda men g'amgin holatda qaytdim dedi. Shu yerda o'tgan safarda faqat shunday rad berib qo'ymaganlar. Balki bolalarning qo'llariga, qullarning qo'llariga toshlarni berib, urib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Zaydni quvib haydab yuborganlar. Mana shuni hatto tovonlarigacha qon oqib kelgan. Mana shu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz Uhudda bilamizki, dubulg'alari sinib, tishlari sinib ketgan. O'shanda nabiylarining, ya'ni qonini oqizgan qavm qanday najot topadi deb duo qilgan Alloh taologa. Juda ko'p duo qilgan. Lekin Oysha onamiz o'sha holatni ko'rib, ya'ni Uhuddan da bir og'irroq kun sizga kechganmi desa Toifda aytgan. Demak, Toif bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda og'ir holat bo'lgan. Bu og'irligi necha tarafdan? Birinchisi, Uhudda olsak, Toifda olsak, Toifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi to'qa edi. Uhudda sahobalar bor edi. Ancha jamoat katta edi. Madinadan joy olib bo'lgan edi. Lekin Toif davrida hali biror joydan joy olgan yo'q edi. O'zi Toifda Makkadan zo'rg'a chiqib ketgan edi. Va kirishi muammo edi. Juda ya'ni ko'p taraflardan Toif baribir og'ir kelgan edi. Hatto Rasulullohni qatl qilishlari ham mumkin edi o'sha Toifning o'zida, yoki Makkaga kira olmay makkaliklar ham qatl qilishligi mumkin edi. Juda xavf ostida edi. Ya'ni musulmonlarda hech bir kuch yo'q edi. Tarqoq holatda edi. Lekin Madinaning holatida bir islomiy jamiyat, islomiy davlat bir vujudga kelgan edi. Garchi kichikroq ham bo'lsa, Uhudda. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Uhuddan ko'ra men Toifda ko'proq azob chekkanman dedi. Shunda qaytib kelayotganda, biroq o'zimga kelsam dedi, ya'ni qarasam Qarni Sa'alibdaman dedi. Qarni Sa'alib degan joy Makkadan bir 80 kilometrda, ya'ni o'sha Toif bilan barobar, ya'ni Toifdan ozgina yurib. Shunda biroz o'zimga kelsam dedi, tepamda bir bulut turgan ekan dedi. Bulutga qarasam, yuqorisida Jibril turgan ekan dedi. Keyin Jibril salom berib: "Ya Muhammad, sening Toifga borganingni, Toifning senga javob berganini va rad berganlarini ham Alloh taolo eshitdi" dedi. Alloh taolo eshitib ko'rib turibdi dedi. Keyin ko'rsatdi. Yonida bir maloika bor edi dedi Jibrilning. Va bu maloika bu tog' maloikasi dedi. Ya'ni tog'larga muvakkal qilingan maloika dedi. Tog'larni biz bilamiz, ya'ni tog' tepalikda qancha bo'lsa, yana o'shancha yoki undan ziyodroq yerning ichiga kirgan deydi. O'shalarga muvakkal qilingan maloika dedi. Bu maloika menga salom berdi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qarang, salom berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan salomlashgandan keyin: "Ey Muhammad, meni Alloh taolo jo'natdi. Ish faqat sizning ixtiyoringizga qolgan" dedi. Ya'ni faqat sizning ixtiyoringizga qolgan degan, xohlasangiz shu tog'larni, Makka va Toif atrofidagi tog'larni olib ustlariga chapaqib tashlayman dedi. Halok bo'lib ketsin ya'ni. Faqat siz desangiz, ya'ni izn bersangiz qilaman dedi. Alloh taolo meni shuning uchun yuborgan dedi. Ya'ni Alloh taolo tog' maloikasini jo'natgan, agar Rasululloh xo'p desa, o'sha tog'larni olib turib Toifning ustiga va bu kofirlarning ustiga ham chapa qil degan. Bu yerda faqat Toif demagan, boshqa qavmlarni ham halok qilishligi ehtimol bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Yo'q" dedi. "Bal arju" dedi. Balki men umid qilamanki, Alloh taolo yaqinda bularning zurriyotlaridan faqat Alloh taologa shirk keltirmasdan faqat yolg'iz Allohga ibodat qiladigan bir qavmni chiqarishini umid qilaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatiga qarasak, shunchalik qiyin holatda, shunchalik og'ir holatda qonga belanib turib haydab yurayotganda ham,
yo'q, bu kofirlarni halok qilayin desa, yo'q qilma deyapti. Va bo'lmasa haqli edi. Agar halok qilaman desa, to'yib yo'q edi. Tog'ni shunday chapa qilsa, yo'q, to'yifi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, yon atrofidagi shaharlar ham yo'q bo'lib ketardi. Shunchalik darajada. Bu yerdan olinadigan foydalar, birinchisi, musulmon kishi, ya'ni islomning quvvatiga bo'ladigan narsalarga doim harakat qilaverishlik kerak ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdi, joy qidirdi, borib da'vat qildi. Keyin ular juda qattiq raddiya berdi, qonga beladi, yana qaytdi. Ya'ni musulmon kishi, ya'ni islomning xizmatiga biz harakat qilaveraylik. Bo'lmasa biz harakat qilmasak, ya'ni biz qarasak, yo'q, bu hozir bular katta jamoat, biz da'vatimiz ham nima bo'lardi deb agar o'zimizni to'xtatsak, bu bo'lmaydi, ya'ni musulmon kishiga yarashmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, inson qodir bo'lganda avf qilishligi afzal ish ekan. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuch keldi, Alloh taolo tomonidan nusrat keladi ekan baribir. Keldi, qodir bo'lganda Toifni chapa qilaylik, ya'ni bu kofir qavmni chapa qilaylik, izn ber desa, Rasul avf ustun ekan. Va muallifimiz aytadiki, haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi ijobat bo'ldi deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qilamanki, Alloh taolo bularning zurriyotlaridan o'zlari kofir bo'lib ketsa ham, lekin zurriyotlari musulmon bo'lishligini umid qilaman dedi. Abu Tolibning zurriyotidan Ali, Ja'farlarni qarang. Abu Jahlning zurriyoti Ikrima, musulmon, islomi go'zal bo'lib ketgan. Masalan, Mut'im ibn Adidan Jubayr ibn Mut'im o'zi kofir bo'lib ketgan, bolasi musulmon bo'lgan. Shunga o'xshagan juda ko'pchilik. Masalan, Os ibn Voyildan Xolid ibn Validday zurriyotlar qolgan, ya'ni. O'sha paytda hammasini halok qilib bersa, ya'ni ehtimol bunaqa musulmon zurriyot, ya'ni bo'lmasa edi. Keyingi yana olinadigan foyda Alloh taoloning eshitishligi, ya'ni bu yerda albatta Alloh taolo eshitdi deyapti. U qavmda Alloh taolo masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga borganda, gaplashganda ularning raddiyalarini, islomni qabul qilmaganliklarini, senni Alloh jo'natgan bo'lsa, men borib Ka'ba pushti yirtayin dedi ba'zisi. O'zi shunchalik nafratlanganligidan. Lekin bu bizning gaplarimizni Alloh taolo eshitib turadi. Biz o'ylamaylikki, biz gapiramiz, gap ketdi, boshqa shuni bilan hisob-kitob qilmaymiz, yo'q. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. Biror bir so'z aytmaysiz, illo oldimizda raqib va atid bor. Ular yozib turadi bizning so'zimizni. Bularning yozganligi bir taraf. Buning ustiga Alloh o'zi eshitib turadi. Alloh taoloning eshitishligi bu inson masalan 2-3 odam o'zi birdaniga gapirsa, biz ularning gapini eshita olmaymiz. Lekin Alloh taologa bunaqa narsa yo'q. O'zi hamma mahluqotlari Allohga tasbih aytayapti. Hamma umumiy mahluqotlari, ya'ni kofir insonlardan boshqa, musulmonlar ham, boshqalar ham tasbih aytayapti. Alloh taolo har birining tasbihini alohida eshitib turadi. Chunki Alloh taoloning eshitishligi bu juda mutlaq komil eshitishlik. Bizning eshitishligimiz bo'lsa noqis va biz ozgina masofani eshitamiz. Alloh taologa bunaqa masofa degan narsa yo'q. Hamma narsani eshitadi. Shuning uchun biz gapirgan gaplarimizni harakat qilaylik, ibodatga aylantiraylik yoki bir nojo'ya gaplarni gapirmaylik. Hatto ba'zi bir hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ba'zida kishi deydi bir kalimani gapiradi, u Alloh taoloning bir g'azabiga sabab bo'ladigan kalima bo'ladi va uni o'ylamay aytadi deydi. Siz uni o'ylamay aytasiz. Lekin buni bilan 7 qavat do'zaxning ostiga ketishiga sabab bo'ladi deydi o'sha odamning. Juda bir og'ir narsa, ya'ni inson gapirishda Alloh taolo til beribdi, bemalol hamma narsani gapiraveraman demaylik kerak. Ya'ni ehtiyot bo'lishlik kerak gapirishda ham, ya'ni. Insonlarga ta'na qilish bo'laman u yoki har xil narsa bo'laman. O'zi til asosiy ishi u Alloh taoloni zikr qilishlik kerak, yaxshi ibodatga sarflashlik kerak. Abdulloh ibn Busr rivoyat qilgan hadisda bir kishi keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. "Ya Rasululloh, islom shariatida juda yaxshiliklar ko'payib ketdi. Sadaqa qilish, boshqa hamma ishlar yaxshilik. Bir narsa ayting, menga bir narsa o'rgatingki, ko'p narsani jamlovchi narsa bo'lsin" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishiga aytdiki, "Sening tiling hamisha Alloh taolaning zikri bilan ho'l bo'lib yursin" dedi. Ya'ni doim Alloh taolani zikr qilib yur dedi. Shuncha tilimizni, ya'ni biz zikrga o'rgataylik. Alloh taolo bizni eshitib turadi ekan. Keyin yana bitta foyda, Alloh taolo masalan tog'ga xos maloika qilgan ekan. Xuddi shuningdek yomg'irga xos maloika. Ya'ni Alloh taoloning masalan xos maloikalari bor ekanki, o'sha mahluqotlarga qaraydi ekan. Ya'ni bu mahluqotlar beso'yib emas, ya'ni. Alloh taoloniki, dengiz ham Alloh taoloniki, yer, tuproq, boshqa narsalar, hamma narsa Alloh taoloning narsasi bu.
Biz o'ylamaylikki bu yerda odamlar chizib o'tdi, bu shularniki ekan deb. Yo'q, bularning haqqi yo'q. Bular haligi vaqtinchalik yashaydi odamlar. Bir kun keladiki, Alloh taolo yerni tep-tekis qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganidek, bu haligi sufra deymiz-ku, un qiladi, zuvola qiladi. O'shanday tep-tekis bo'ladi. Ustida biror bir alomat bo'lmaydi degan. Daraxt ham, uy ham, mashina ham, joy ham hech narsa bo'lmaydi. Endi hamma narsalar yerning tagiga kirib ketadi degan. Bu narsalar hammasi ketadi. Alloh taoloning oldiga biz ya'ni hisob-kitob qilishlik uchun boramiz. Bu birinchi nuqta edi. Ikkinchi nuqtamiz, bu yerda ba'zi bir siyratshunoslar jinlar musulmon bo'lganini rivoyat qiladilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifdan qaytayotganda Naxla vodiysiga, ya'ni Xurmozorga kelganda, namoz o'qiyotganda nasibinlar jini keldi. Nasibinlar jini keldi, eshitdi, ular musulmon bo'ldi deganda, lekin jinlar o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatni boshlagan paytda musulmon bo'lgan edi. Biz darsimizning boshida aytgan edikki, vaqtdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatni boshlaganda osmonlar yopilgan. Osmonlar yopilganda jinlar aytganki, bu bir katta xabar bor bu yerda. Biz osmonga borib kelardik, bora olmay qoldik. Yerda bir qidiringlarchi degan. Keyin qidirganda, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topgan. Keyin o'sha payt musulmon bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikning boshida o'zi jinlar musulmon bo'lgan. Lekin tarix, sirat kitoblarining ko'pida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu Toifga kelib qaytayotganda nima bo'lgan deydi. O'sha jinlar musulmon bo'lgan deydi, lekin to'g'rirog'i yo'q, oldin musulmon bo'lgan. Bu yerda emas degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin Makkaga qaytdilar. Eng asosiy yana bir katta muammo bo'ldi. Shunda Zayd aytdiki, "Ya Rasululloh, endi qanday qilib kiramiz? Bu bizlarni bular haydab chiqargan edi", dedi. Chunki bunga yana bitta nuqta, Toifga borganda bu Abdiyalilning bolalariga aytgan ediki, "Mayli, sizlar mening da'vatimni qabul qilmasanglar ham, lekin shu mening kelgan xabarimni bu Qurayshga aytmanglar" deganlar. Lekin bular odam jo'natib, Muhammad bizga keldi, mana shunaqa dedi deb ularni qayratdi yana ustiga. Qarang, ya'ni kofirning nomardligini. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri Hiroga bordilar. Ya'ni Makkaga kira olmayapti. 10 yildan ziyod da'vat qildi, o'zi Makka qabul qilmadi. Makkadan endi tashqariga chiqib da'vat qilayin desa, bular ham qabul qilmadi. Bundayga juda og'ir holatda qolib ketdi. Makkadan tashqariga chiqqan, Makkaga kira olmaydi. Toifga borayin desa, Toifning o'zi holati bunday bo'lib ketdi. U tashlab haydab yubordi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yordamsiz holatda qolib ketdi, ya'ni odamlar tarafidan desak, odamlar mana shunday holatga tashladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Shunda Zayd aytdi, "Qanday qilib kirasiz endi?" dedi. Shunda Hiroga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borganda Abdulloh ibn Urayqitni chaqirdi. Bu Abdulloh ibn Urayqit bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga holi kelamiz, haligi hijratga borayotganda yo'l ko'rsatuvchi bo'lgan. Mushrik ham bo'lsa, lekin so'zlariga turgan odamlar bo'lgan. Musulmon bo'lmagan o'sha paytda. O'shani chaqirdi, "Borgining", dedi, Suhayl ibn Amrning oldiga. Suhayl ibn Amr bu bir sayyidlardan edi, Quraysh kofirlarining bir kattasi edi. Qabilaning boshlig'i edi. Aytganing, "Meni himoyasiga olsin, kirgizsin Makkaga", dedi. Shunda Suhaylga aytganda, Suhayl aytdiki, "Bizning", dedi, "qabilamiz", dedi, "senga himoya bera olmaydi", dedi. Ya'ni himoyangga olmaymiz, dedi. O'zi kofir edi, Rasulullohga qarshi she'r ham aytardi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchi odamga jo'natdi. Ahnas ibn Shurayq, Ahnas ibn Bazriyatda Shariq deydi. Uning oldiga jo'natdi. U ham qabilaning kattasi. Aytganingki, "Meni himoyasiga olsa Makkaga kirayin", dedi. Ahnas ibn Shurayq ham javob berdiki, "Yo'q, men himoyamga olmayman, yordam bermayman", deganday qildi. U ya'ni qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhaylga odam jo'natyapti, boshqalarga odam jo'natyapti, Makkaga faqat kirishlik uchun himoya. Juda katta xatar bor, ya'ni. Mutaym ibn Adiga odam jo'natdi. U ham bir mushrik, bu ham hammasi mushrik bo'lgan. Keyin Mutaym ibn Adi, "Men himoyamga olaman", dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib borib, uyiga bir kun mehmon qildi. O'sha mushrik. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha mushrikning uyida turdi, mehmon bo'ldi. Ertasiga 7 ta farzandini o'ziga qo'shib oldi, qilichlarini taqdi, to'g'ri Ka'baga yurdilar. Mutaym ibn Adi, mushrik odam. O'g'illariga aytdi, "Rukunda turinglar", dedi. Ka'baning atrofida turinglar, dedi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bironta hujum qilmasin, himoyamga olgan. Abu Sufyon buni ko'rdi-da, tez Mutaym ibn Adining oldiga keldi. "Sen", dedi, "himoyangga olib kelyapsan bu odamni", dedi, "yoki bu odamning diniga kirib kelyapsanmi", dedi. Shunda Mutaym aytdiki, "Yo'q, men bu odamni himoyamga olib kelyapman", dedi. "Ha, undayga bo'lsa ish yengil ekan", dedi.
Qarang, chunki u musulmon bo'lsa katta xatar keladi-da bunga. Katta bir qabilaning kattasi musulmon bo'lsa, bularga zarar. Undayga bo'lsa dedi, sening himoyangni dedi, biz himoya deb qabul qilamiz dedi. Xotirjam bo'laver dedi. Qarang, ular ham ya'ni kofir odam ham bir foyda zararni biladi u. Ya'ni foyda zararni degani u ikkovi ham zarar ularga. Lekin qaysisi zararliroq? Hozir Mut'im Rasulullohga iymon keltirsa, ularga battar zarar bo'lib ketadi. Tamom bo'ladi deyman. Ha. Shuning uchun ajratadi ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u tavof qilib namoz o'qib, keyin uyiga boradi. Shunda bu Mut'im ibn Adi o'zi kofir bo'lib o'lib ketgan odam. Lekin Jubayr o'g'li musulmon bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrda, ya'ni Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Badrda 70 ta bu badrliklarda bu kofirlardan asir oladi, urushda g'alaba qiladi-da, asir oladi. Keyin o'shalarga qarab aytadi, agar deydi bugun Mut'im tirik bo'lganda edi, mana shu sassiqlarni so'raganda edi mendan shunday tekinga berib yuborardim deydi. Bo'lmasa bitta odamni asir qilib u qutqarishligi bitta odamning o'zi katta pulga qutqargan. 4000 ga qutqargan deydi o'sha paytda. Mut'im agar so'rasa edi deydi, shunday tekinga berib yuborardim, ya'ni hadiya, ivaz, fidya o'shani berib yuborardim deb aytganda, u paytda tirik bo'lmagan. Ya'ni o'lib ketgan bo'lgan. Ya'ni bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haligi bir odam yaxshilik qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda shunday sunnat bor ediki, uning yaxshiligini tez qaytarib berardi. Musulmon odam ham shunday bo'lishlik kerak. Bir odam yaxshilik qilsa, o'shaning yaxshiligini, evazini qaytarishlik kerak yoki eng oxirida qaytara olmasa nima denglar degan? Jazakallohu xayron deganda. Bu eng oxirgi nimasi. Sizlardan kimdir sizlarga bir yaxshilik qilsa, fakafiuhu degan. Sizlar uni mukofotlab qo'yingizlar. Ya'ni uyingizga bir nima ovqat olib keldimi? U o'zimizdan nima deydi? U idishni xoli qaytarma deydi. Bu haqiqatan shu, to'g'ri. Ya'ni ichiga bir o'zingizdan biron taomingizni nima so'rab berasiz. To'g'ri, bu taom qo'shnichilikda oddiy narsa. Tashqarida bu bo'lib ham yaxshilik, boshqa narsalarga yaxshilik qilsa, u odamning yaxshiligini musulmon odam yaxshilik qilib qaytarish kerak, shakur bo'lishlik kerak. Shakur degani bir yaxshilik qilsangiz, ko'proq yaxshilik qaytaradigan odam degani. Inson kafir bo'lmaylik kerak. Kafir degani bir yaxshilik qilsangiz ham baribir orqangizdan sizning noningizni yeb, o'zimizda nima deydi? Tuzug'iga nima qiladi deydi. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana Madinaga kelganda ham bir kishining uyiga borib taomlanadi. Och qolgandan taomlanadi, chiqib ketadilar. Keyin chiqib ketgandan keyin bir qancha vaqtdan keyin bir g'animatlar keladi. O'sha kishiga bitta qul bergan. Bir borib shunday bir taomlanganning evaziga bitta qulni shunday berib qo'yapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda shunday nima edi. Bo'lmasa oddiy bir bitta taomlanish bilan qulding biz agar nimasini pulini hisoblab ko'rsak, bu necha ming barobar katta narsa bilan qaytaryapti-da. Ya'ni musulmon odam mana shunday o'rganishlik kerak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sunnatda. Bu yerdan olinadigan foydalar, birinchisi, musulmon odam qancha fazilatli bo'lmasin, juda bir bu dunyo hayotida qiyin vaziyatlarga, qiyin holatlarga Alloh taolo solib qo'yar ekan. Mana qarang, Rasululloh 10 yildan ziyod da'vat qilib, Makkadan chiqib Toyifga borayin desa, Toyif ham qabul qilmayapti, Makkaga kirayin desa, kira olmay qolyapti. Juda qattiq bir mashaqqatda qolib ketyapti. Bo'lmasa Rasululloh bu Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan nimasi bandasi. Ana sayyidu valadi Adam degan. Men odam bolasining sayyidiman degan. Vala faqr degan. Shunaqa zotni ham bo'lsa Alloh taolo juda bir qiyin holatga nima qo'yapti? So'yib qo'yapti. Lekin bir narsani unutmaylik kerakki, qiyin holatlar ikki xil bo'ladi. Inson dinida qiynalib, musibatlanib turgan bo'ladi yoki bir dunyo uchun qiynalib turgan bo'ladi. Ya'ni asosiy bu yerda biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun qiynalib turibdi o'zi? Nima uchun 40 yil qiynalmadi? Hamma amin dedi, sodiq dedi. Chunki holi vahiyni olib kelmadi, la ilaha illallohga da'vat qilmadi. Men mushriklarni sizlar mushriksizlar, sizlar butparastsizlar, o'lsangizlar do'zaxga ketasizlar, bundan qaytingizlar demadi. Vaqtiki da'vat haqda aytgandan keyin qarshi chiqib boshladi. Ya'ni dini uchun qiynaldi odam. Dini uchun qiynalgan odam bilan dunyosi uchun qiynalgan odam orasida katta farq bor. To'g'ri, u dunyosi uchun ham chiqib, masalan, bir joyda bola chaqamni boqaman, oilamni nima qilaman yoki qanaqadir farzandlarni qayerda o'qitishlik mumkin, bunga ham ajr oladi. Bu degani ajr olmaydi emas. Lekin orasida baribir katta farq bor. Bitta foydamiz, ya'ni musulmon odamga mukofotini qaytarib berishlik kerak dedik. Keyin ikkinchisi kofir ham bo'lsa garchi. Kofir odam ham sizga yaxshilik qilsa,
o'sha yaxshiligini evazini qaytaring. Buni masalan Mut'im ibn Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, agar tirik bo'lsaydim mana shularni berib yuborardim deydi. Ikkinchisi bu voqea yana o'sha Badr kunida Abbos radhiyallohu anhu o'sha paytda ba'zilar musulmon bo'lgan deydi, iymonni yashirib yurgan deydi, ba'zilar fath kunida musulmon bo'lgan deydi. Uxlay olmagan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham uxlay olmagan. Shunda sahobalar aytganki, nima uchun uxlay olmayapsiz deganda, shunda Abbos aytgan, bog'laganligi uchun uxlay olmagan. Keyin bu qo'lini bo'shatgan. O'sha paytda Abbosga kiyim qidirib topolmagan, bu munofiqlarning kattasini kiyimini olib kelib bergan. Shunda o'sha munofiqning kattasi o'lganda o'g'li Abdulloh kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kiyimini so'ragan. Shunda o'sha kiyimini bergan. Hatto ba'zi rivoyatlarda u ko'milgan bo'lgan deydi, qabrdan chiqarib kiygizgan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi kiygizgan deydi. Abbosga bergan o'sha kiyimining evazini bu, ya'ni bir kofirning minnati Rasulullohning ustida qolib ketmasin deb kiyimini berganda. Kiyimini bergan. Shuning uchun, ya'ni bir odam yaxshilik qilsa, garchi kofir ham bo'lsa siz qarshilab qo'ying deydi. Ya'ni qarshilolmasangiz oxirida nima qiling deydi? Jazakallohu xayran deb duo qiling. Lekin bizda faqat jazakallohu xayronga o'rganib qoldik. Ba'zi bir rivoyatlarda Abu Jahl aytgan, ko'p masxara qilib aytganki, agar mana sizning payg'ambarlaringiz degan, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga kira olmayotgan paytda, mana sizning payg'ambarlaringiz payg'ambar bo'lib ham degan odamlardan himoya so'rayman degan. Maloikalarni tushirmayman, maloikalar bilan himoyalab ketsa degan. Lekin Abu Jahl bilmaganki, Alloh taolo Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bu dunyoni Alloh taolo imtihon qilish uchun yaratdi, odamlarni sinash uchun yaratdi, odamlarni bir qiyin vaziyatga soladi. Shunda qana kimga iltijo qiladi? Alloh taologa iltijo qilaman, yo sabablarni ushlayman, to'g'ri shar'iy sababni ushlayman yoki boshqa sababni ushlayman deb Alloh taolo sinaydi bizni. Abu Jahl lekin buni tushunmadi. Shuning uchun kofir olib ketdi. Oxirida subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.